Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, yaxshimisizlar? Bugun haftaning yakshanba kuni sizlarga Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatib boraman. Har xillardan bo'ladi. Variantga, arzonga, har xillardan bo'ladi. Siz videoni boshdan to oxirigacha ko'ring. O'zingizga yoqqan mashinani ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossangiz, bizdan chiqayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor, ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boraman. Sizni mashinalar qanaqa mashinalar qiziqtirib, kommentariyaga kirib o'z fikringizni yozib qoling, har xillardan chiqarishga harakat qilaman. Sizga yaxshi tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Bir yili 2008 dan topib qo'yib holati bitta e'tibor berib, holati yaxshi holatda ekan. Motor hadovoy ishlarda hech qanday ish yo'q ekan, farlar led qilingan. Biz motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motor son stramblyor, metan 90 talikdan o'rnatilgan motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlarga e'tibor bering, balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Panoramkasi bor ekan, salonlariga qarang. Lyuks, bez konditsioner, chiqolari bor. Jenterlar o'rnatilgan, tablo almashgan, yurgan probegi noma'lum, yana ko'rib kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Monitor o'rnatilgan. Mashina krugovoy shumka qilingan. Qarang, yaxshi holatda turibdi, salonlari yomon emas. Espero kalpaklarda turibdi. Mana ko'rsangiz orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda, zapaska balon bor. Qirilgan joylari yo'q. Yon tomondan ko'rinishlari kraskasi kesak-kesak asfaltij qilingan ekan. Hech qanday, lekin udar-pudar bo'lmagan ekan. Suyak butun ekan, ya'ni kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi, savdolashib. Akamiz bu Nexia 1 ni 35 million debdilar. Sam Avtobrend kanalidan chiqsangiz agar 30 millionga berar ekanlar, faqat narx ekan. Generalga berasizmi? Bular. Mariam Viku barter bormi? 20 million bo'lsa, narsa beramiz. Xo'sh. Telefon nomer? 99. Xo'sh. 242. Nechi? 242. 242 28 88 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2014 dan topib qo'yapman, holatchasiga bitta e'tibor berib qarang. Holati yaxshi holatda ekan, farlar led qilingan, motor 1.6, metan 90 taligidan o'rnatilgan, motor hadovoy ishlarda hech qanday ish yo'q ekan. Farlar led qilingan, mejgar pultlarigacha bor ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salonlarni ko'rsatib boraman, salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlar ham yaxshi holatda ekan. Yurgan probegi 186 ta, yurgan halol yurgan probegi. Audio sistema. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Orqalariga ham e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda, yomon emas. Siz albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Har xil zo'rlardan bo'ladi. Orqalari ham yaxshi, yomon emas. Videoni albatta oxirigacha, boshdan to oxirigacha ko'ring. Akamiz bu Nexia 2 ni Sam Avtobrend kanalidan albatta siz chiqsangiz agar 3200 ga faqat narxga berar ekanlar. Variantli kubater bormi? Generalga berasizmi? beramiz. Telefon nomer? 97lik. Xo'sh. 286. Xo'sh. 86. Xo'sh. 04. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bir yili 2003 dan topib qo'yib holatiga bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda. Farlar led qilingan, mejgar pultlari bor ekan, kerakli joylari shumka qilingan ekan. Hozir motor hadovoylarini ko'rsatib boraman. Motor hadovoyga bitta e'tibor bering. Son stramblyor, metan 80 talikdan o'rnatilgan motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Deltor akkumulyatorlarida konditsioner ishlar ekan, muzday qitilibdi konditsioner. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Ya'ni bu usta bilan kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashina bulung'ur mashina ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Lyuks, evakuatorliklar tashlab qo'yilgan, chiqolari bor. Yurgan probegi noma'lum, ya'ni ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Audio sistema. Hozir orqalari ham ko'rsatib boraman. Orqalari ham mana ko'rsangiz bo'ladi. Konditsioner ishlayapti. Video registratori ham bor ekan. Metan turibdi 80 talik. Orqalari ham e'tibor bering. Zapaska balon bor. Yon tomondan ko'rinishlari. Kraskasi asfaltij qilingan ekan, lekin hech qanday udar-pudar bo'lmagan, hech qanday detal almashmagan ekan. Akamiz bu Nexia 1 ni 28 million debdilar. Sam Avtobrend kanalidan chiqsangiz agar 26 millionga qilib berar ekanlar, faqat narxi ekan. Generalga berasizmi? Telefon nomer? 16 Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2015 ga 2016 dan topib qo'yapman. Texpasportda 2015, lekin kuzov 2016 ekan. Parallel led qilingan, lobovoylar gap qilingan.
Motor hadovalarga bitta e'tibor berib qarang. Motor 1.6 lyuks konditsioner, metan 90 taligidan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlariga bitta e'tibor berib qarang. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasiga 100% javob deb aytibdilar. Libo usta bilan kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Lyuks chiqollari bor. Yurgan probegi 106 tagina yurgan audio sistema. Hozir orqalarni ham sizlarga ko'rsatib boraman. Orqalarga ham e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda ekan. Zapaska balon bor. Orqalari ham qirilgan, joylari yo'q ekan. Yon tomondan ko'rishlari. Kraskasi 100% job ekan, toza ekan. Akamiz bu Nexia 2 ni 5.5 deyaptilar. Sam Avto brend kanalidan chiqsangiz agar 5000 ga qilib berar ekanlar, faqat naqdga ekan. Aka, variant Viku barter bormi? Gaplashamiz. Generalga berasizmi? Beramiz. Telefon nomeri? 99. Xo'sh. 328. Xo'sh. 34 94. Telefon qilib aloqaga chiqasiz. 2011 dan topib holatiga bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda ekan. Ularni R5 ablisovka qilingan, parallel LED qilingan. Hozir motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motor gibrid, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta yangi yaxshi balonlarda o'rnatgan ekanlar akamiz. Yaqinda tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Lyuks bez konditsioner, genterlar o'rnatilgan. Yurgan probegi 280 ta yurgan audio sistema. Yaxshi chiqonlardan ham o'rnatgan ekanlar akamiz. Orqalarga bitta e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Agarda bagaj ochib o'rasizmi aka? Hozir bagaj holatlarini ko'rsatib boraman. Mashina kurgavoy shunga qilingan ekan, ha? Orqalariga e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, zapaska balon bor. Mashina qayriq mashina ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3008 Sam Avto brend kanalidan chiqsa 3.5 ming qilib berasiz aka, naqdga. Beramiz aka. Narlarda kraskasi bor aka. Mayda ichida eshiklar tagida zanglar. Nechi foiz aka? 20% chiqadi. Udar bo'lmagan, hech qanday detal almashmagan. Yo'q, oldinlari yorilmagan. Xo'sh aka. Variant Viku barter bormi? Barter qilib beramiz aka. Generalga berasizmi? Beriladi. Telefon nomeri? 93lik. 93lik 347 347 44 14. 44 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2011 dan topib holatiga bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda ekan. Ularni R5 ablisovka qilingan, parallel LED qilingan. Hozir motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motor gibrid, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta yangi yaxshi balonlarda o'rnatgan ekanlar akamiz. Yaqinda tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Lyuks bez konditsioner, genterlar o'rnatilgan. Yurgan probegi 280 ta yurgan audio sistema. Yaxshi chiqonlardan ham o'rnatgan ekanlar akamiz. Orqalariga bitta e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Agarda bagaj ochib o'rasizmi aka? Hozir bagaj holatlarini ko'rsatib boraman. Mashina kurgavoy shunga qilingan ekan, ha? Orqalariga e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, zapaska balon bor. Mashina qayriq mashina ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3008 Sam Avto brend kanalidan chiqsa 3.5 ming qilib berasiz aka, naqdga. Beramiz aka. Narlarda kraskasi bor aka. Mayda ichida eshiklar tagida zanglar. Nechi foiz aka? 20% chiqadi. Udar bo'lmagan, hech qanday detal almashmagan. Yo'q, oldinlari yorilmagan. Xo'sh aka. Variant Viku barter bormi? Barter qilib beramiz aka. Generalga berasizmi? Beriladi. Telefon nomeri? 93lik 93lik 347 347 44 14. 44 14 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2015 dan topib holatiga bitta e'tibor berib qarang. Holati yaxshi holatda ekan. Parallel LED qilingan. Hozir motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motor hadovalarga bitta e'tibor bering. Motor 1.6 metan 100 talikdan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Ruli gidravlika. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir salon ishlarini ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Expert variant ekan. Poliglar evakor tashlab qo'yilgan. Ruli gidravlika, yurgan probegi 130 ta yurgan audio sistema. Orqalariga ham e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas.
yaxshi holatda ekan. Yana Liboy usta bilan kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Kraskasiga kelsak, kraskasi 100% toza ekan. Liboy usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. Balon holatlar, zapaska balonlari bor, orqalari ham yaxshi holatda turibdi, qirilgan joylari yo'q. Yon tomondan ko'rinishlari. Akamiz bu Nexia 2 ni qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 4700. 4700 debsiz. Sam avto bilan kanaldan chiqib chiqib berasiz akajon. Tekshirib beramiz aka. 4500 bo'ladimi? Naqdga bo'lsa aka. 4500 naqdga bo'lsa, faqat naqdga bo'lsa 4500 ga berar ekanlar. Aka, variantli barter bormi? Generalga berasizmi? Telefon nomeri? Xo'sh. 97. Xo'sh. 289. Xo'sh. 17. 99. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2000 yili 2014 dan topib holatiga bitta e'tibor berib qo'ying. Holati yaxshi holatda ekan, faralar LED qilingan, oldlarni R5 avlisovka qilingan. Hozir motor hadovolarni ko'rsatib boraman. Motor 1.6 4-pokoleniya propan gaz o'rnatilgan motor hadovo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Liboy usta bilan kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. 4 ta eshik, bagajlari shumga qilingan, tonirovkasi bor, salon sharoitiga e'tibor bering. Lyuks poliglari bor, chiqolari bor, evakor poliglar tashlab qo'yilgan, yurgan probegi 145 ta yurgan audio sistema. Orqalarini ham bitta ko'rsatib boraman. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi, yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Mashina pastarg'on mashina ekan, video registratori bor. Propan gaz turibdi. Orqalari ham zapaska balon bor, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari. Kraskasi kelsa agar, aka qayerda kraskasi bor aka? Kapotda ikkita eshikda bor ekan, kraskasi hech qanday udar-pudar bo'lmagan, almashmagan hech qanday detal ekan. Aka qancha so'rayapsiz aka? 4200 so'rayapsiz. 4200 so'rayapsiz. Sam avto bilan kanaldan chiqsangiz aka, 4000 ga berasiz aka, naqd bo'lsa aka. Xo'sh, variantli barter bormi? Yo'q. Telefon nomeri? Telefon nomeri aytaylik. 101 92 99. Variantli barter bormi? Variantli barter. Yo'q. Generalga berasizmi? Chiqargidan. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Yili 2004 dan topib qo'yib holatiga bitta e'tibor berib qo'ying. Holati yaxshi holatda ekan, faralar LED qilingan. Hozir motor hadovolarni ko'rsatib boraman. Motor son tramlor metan 90 talikdan o'rnatilgan motor hadovo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yana Liboy usta bilan kelib ko'rib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlariga ham bitta e'tibor berib qarang. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Tonirovkasi bor ekan, salon sharoitiga bitta e'tibor bering. Lyuks, bez konditsioner, evakor polilar tashlab qo'yilgan chiqolari bor. Yurgan probegi 380 ta yurgan. Tabloni ichini boshqa qilgan ekanlar akamiz. O'zlari uchun qilgan ekanlar. Audio sistema. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda ekan. Xomatchasi tetikgina ekan, lekin probeg ancha bo'lgani bilan orqalariga e'tibor bering. Orqalari ham yomon emas. Zapaska balon bor. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, kraskasi qayerlarda bor aka? Kraska kapot kirlar eshikka septirganman, chizilgan uchun. Xo'sh, boshqa joyda hech qanday udar-pudar bo'lmagan, hech qanday almashmagan. Xo'sh. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3000 oxiri taqilgan. Axir taqilgan 3000 naqdga bo'lsa? Generalni berdilar nomerlar. Ha. Nomerlarga bitta e'tibor bering. Nomerlar berilar ekan, generalga kirib bo'lar ekan. Dokumentda hech qanday muammo yo'q ekan. Xo'sh aka, telefon nomeri aka? 99. Xo'sh. 186 186 36 98. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. 2 yili 2015 dan topib qo'yib holatiga bitta e'tibor berib qarang. Deq pasport ham, kuzov ham 2015 ekan. Motor hadovo ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Faralar LED qilingan, metan 90 talikdan o'rnatilgan motor 1.6, luks konditsioner. Balon holatlariga bitta e'tibor bering. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan, salon ishlariga bitta e'tibor bering. Lyuks yurgan probegi 3 quruq yurgan, audio sistema chiqolari bor. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan, yomon emas. Bagaj holatlarini ko'rsatib boraman. Bagaj holatlari ham ma'lumot ko'rsangiz bo'ladi. Zapaska balon bor, metan turibdi 90 talik. Mashina pasadgacha qilib qo'yilgan. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, kraskasi qayerlarda bor aka?
Oldi kapot krillosida bor, orqa krillosida bor. Qolgan joyda yo'q, hech qanday udar-pudar bo'lmagan, dalamashmagan hech qanday. Qancha so'rayapsiz aka? 400 so'rayapsiz. Naqd bo'lsa oxir 4000 ga beramiz aka. Xo'sh, variant Viku barter bormi? Bor aka. Generalga berasizmi? Generalni ham chiqaramiz. Xohlasa oFPS, xohlasa generalni, xohlasa oddiy Davinski beramiz. Telefon nomer. 94lik. Xo'sh. 94lik 533 Aha. 36 33. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Yili 2015 dan topib qo'yib holatiga bitta e'tibor berib qo'yib holati yaxshi holatda ekan. Faralar led qilingan, labovoylar gerb qilingan, mejigar pultlargacha bor ekan. Faralar led qilingan. Hozir motor hadolarga bitta e'tibor berib qarang. Motor gibrid, metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hado ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Akkumulyatorni yangi qo'ygan ekanlar. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlariga bitta e'tibor bering. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Tonirovkaga qancha ruxsatnomasi bor aka? 6 oy tonirovka ruxsatnomasi ham bor ekan. Lyuks, bez konditsioner, evakor poliga tashlab qo'yilgan, genterlar o'rnatilgan, chuqurlar bor. Yurgan probegi 2,5 krug yurgan, monitor o'rnatilgan. Hozir orqalarini ham sizlarga ko'rsatib boraman. Salon orqa holatlariga ham e'tibor bering. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Ya'ni limon usta bilan kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Kraskasiga ekamiz 100% javob deb aytyaptilar. Orqalarga e'tibor bering. Zapaska balon bor, orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari. Akamiz bu Nexia 2 ni 4500 deyaptilar, o'zi 5000 degan ekanlar akamiz. Men savdolashib sizlar uchun Sam Avtobrak kanalda albatta nomdan chiqsangiz aka 4,5 ga faqat naqdga berar ekanlar. Generalga berasizmi aka? Variant Viku barter bormi? Yo'q, faqat naqd. Telefon nomer 70 70lik 112 112 2999. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Yili 2011 dan top holatiga bitta e'tibor berib qarang. Holati yaxshi holatda ekan. Faralar led qilingan, hozir motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor hadoylarga bitta e'tibor berib qarang. Motor hadoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Derkor akkumulyatorlarida motor biri oldi, propan gazlar o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Va salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Lyuks, bez konditsioner, evakor polilar tashlab qo'yilgan, chuqurlari bor, genterlar o'rnatilgan, yurgan probegi 112 ta yurgan, halol o'zi yurgan probegi, audio sistema. Hozir sizlarga orqalarini ham ko'rsatib boraman. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Ya'ni Liboy usta bilan kelib, ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Kraskasiga kelsak ekan, bir ikkita joylarda pitnalari bor ekan. Buncha udar-pudar bo'lmagan ekan. Agarda bagaj ochib yuborasizda aka, video registratsiya ham bor ekan. Hozir sizlarga bagaj orqa holatlarini ham ko'rsatib boraman. Bitta bagaj holatiga bitta e'tibor bering. Zapaska balon yo'q, lekin berar ekanlar. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari. Akamiz bu Nexia 2 ni 3800 deb Sam Avtobrand kanalidan chiqsangiz agar 3500 ga qilib berar ekanlar. Ozroq savdosi ham bor ekan. Yana kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Aka telefon nomer 93lik 347 44 14. Variant Viku barter bormi? Generalga berasizmi? Yo'q, barterga bor ekan. Generalga berasizmi? Telefon qilib aloqaga chiqasiz. Yili 2009 dan topib holatiga bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda ekan. Faralar led qilingan, mejigar pultlargacha bor ekan. Hozir motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor hadoylariga bitta e'tibor bering. Motor gibrid, metan 100 talikdan o'rnatilgan motor hadoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Dalkor akkumulyatorlarda yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlariga bitta e'tibor bering. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. 4 ta eshik shumka qilingan ekan, tonirovkasi bor. Salonchilarga e'tibor bering. Yurgan probegi 3,5 krug yurgan, halol yuzi yurgan probegi, audio sistema. Hozir orqalarini ham ko'rsatib boraman. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan, yomon emas. Ya'ni Liboy usta bilan kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Orqalariga ham e'tibor bering. Metan turibdi ustalik. Orqalari zapaska balon bor. Orqalari ham yomon emas. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, qayerda kraskasi bor? 20% kraskasi. 20% kraskasi bor, aka. Hech qanday udar-pudar bo'lmagan, hech qanday detal almashmagan. Yo'q. Akamiz bu Nexia 2 ni Sam Avtobrand kanalidan chiqsangiz nech pul qilib berasiz? Kelishtirib qilib beramiz aka. Aka, nech pul deyapsiz? Bozor nech pul narx qildi? 2000, 3000 deyapti-da. Xo'sh, Sam Avtobrand kanalidan chiqsangiz agar 35 millionga berar ekanlar, faqat naqdga ekan. Ya'ni ozroq savdosi ham bor ekan. Generalga berasizmi? Ha, general. Telefon nomer
93'lik. 93'lik 006 00 21 35. variant inkubator bormi? Yo'q. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.